Zominda 4 ta dona mehmon uchun $6000 sarflandi desam ishonasizlarmi? Bozorlarni bo'lsa har doimgidek o'zimizga topshirishdi. Tog'yon bag'rida mo'zdekkina gruzinskiy limonad ketadi-yu. Mehmonlarimiz kechqurun kelishar ekan, bizni bo'lsa obeddan ishlarni boshladik. Biz borgan vaqtda yomg'ir tez yog'gani uchun birinchisiga qaynoqqina indek sho'rvadan boshladik. Orada bo'lsa tiramisuni zagitovkasini qilib qo'ydik. Qizlar, sizlar uylarda qaysi shirinlikni zo'r qilsanglar, uning nomini kommentariyada yozib qoldiring. Mehmonlar kelishiga svejiy lososdan tartaram qilib qo'ydik. Aytgancha orada 3-4 xil brusketkalar ham berdik. Tartar ustiga qora ikra ketadi-yu. Qizlar, qora ikralar narxlari men unaqa qimmatligini bilasizlarmi? Yo'ldan juda ham charchab kelishganligi uchun biz ortiqcha ovqatlab bermadik. Orada bo'lsa padachi qilingan kanapelarning mazasini o'zimizdan tatib ko'rdik. Mehmonlar kelib o'tirishgan, salatlardan boshlasak ham bo'ladi. Hamma berayotgan narsalarimizni alohida har bitta odamga porsionli padachi qilib berdik. Ko'rayotgan pasudalarni bo'lsa uy egalarining o'zlari berishdi. Yaqin kunlarda shunaqa nozik mehmon kutayotgan bo'lsanglar, pasudalarni bizga ishonib topshirsanglar ham bo'ladi. 4-5 xil padachidan keyin ikkinchi ovqatga shunaqa qo'g'irg'i berdik. Go'shti mollik yoki qo'yinlikligini topsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Oxiriga bo'lsa desertni berib uxlavordik. Ertalab bo'lsa shunaqa toza tabiatda uyg'ondik. Soat 11 ga zavtrak tayyor bo'lsin deb aytishgani uchun biz soat 8 dan tayyorgarlik boshladik. Stolga bo'lsa har xil sut mahsulotlari, misnoy, orada bo'lsa sirguruchan berdik. Nonlarning rangini ko'ryapsizlarmi? Bitta like bosib qo'yasizlar. Mehmonlarning orasida kash yeydiganlar ham bor ekan, ularga alohida menu men pishirib berdik. Zavtrakdan keyin obed soat 2 ga tayyor bo'lsin deb mehmonlar aylanishga chiqib ketishdi. Ular kelishligiga muzdekkina akroshka qilib qo'ydik. Barcha sut mahsulotlarini hammalar bilgan sun'iy lavkadan oldik. Aytgancha Minskiy marka 3.2% suti 9900 so'mga tushirildi. Gap bilan bo'lib mehmonlarimiz kelganini ham bilmay qolamiz. Padachani bo'lsa 2 xil salatdan boshladik. Bu videoni yaqinda dachaga chiqishni rejalashtirayotgan qizlarga jo'natib qo'yamiz. Akroshkadan keyin har bitta odamga losos berdik. Oxiriga bo'lsa fruktoviy assorti berib ishimizni tugatdik. Hammaga xayr.